Respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Farg'ona viloyatining shahar tumanlarida ham 5 tashabbus olimpiadasi doirasida sportning kurash turi bo'yicha Bosh prokuror kubogi musobaqasining sektor bosqichlari yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Oltiariq tumanida tashkil etilgan qiziqarli bahslarda 72 ta mahalla fuqarolari yig'inlarida o'tkazilgan musobaqaning g'oliblari keyingi bosqichda o'z omadlarini sinab ko'rishdi. Oltiariq tumani hokimligi, tuman prokuraturasi, sport maktabi va kurash federatsiyasi tomonidan uyushtirilgan qiziqarli bahslarga polvonlarning puxta taraddud bilan kelganliklari musobaqani yanada murosasiz o'tishini ta'minladi. Ayniqsa kurashchilarning dadil va chaqqon harakatlari, g'alabaga bo'lgan kuchli intilishlari hakamlarning ham diqqat e'tiborini tortdi. Musobaqa yakunida Umidjon Olimov, Muhammad To'xtasinov, Fazliddin Fozilov, Oyatullo Matmusayev va boshqalar o'z vazn toifalari bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Musobaqaning 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin sohiblari munosib taqdirlanishdi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev yangiliklar informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.